Assalomu alaykum hammaga. Ramazon oyi munosabati bilan chiroyli narxlarda kerakli buyumlar qo'yapmiz. Hammasining holati zo'r, chiroyli holatda. Hozir qator tushuntirib o'tamiz. Mana shu gilamimiz ham sotiladi. Bitta mana shu yerda ozgina joy kuyib qolgan, shu qolgan joyi yaxshi qarim zo'r gilam. 320 ga bo'yi, eni 2 metr. Hop, suvna so'zimizdan boshlasak, suvna so'zimiz Dubai firmasiniki, Xitoyda yaxshi firmasi. Tushunganlar o'zi biladi. 50 lik razmerda. O'zi hech qancha ishlatilmagan, narxi 1 million 200 ming qo'ygandik. Hozir eng oxirgi narxini buni 900 ming bo'lsa qilib beramiz. Eng taqalgan 900 ming. Hop, mustahaqchiki bor. 250 ming qilib beramiz. Bo'ladigan narxi. Rakaynalarimiz hop, hozir 5 kirani mana shunasini 200 ming qilib beramiz. Bunisi 250 ming kirani bilan ozgina bunaqangi defekti bor. Ishlatsa bo'laveradi. Bunisi ham 250 ming. Faqat mana shu yerda ozgina defekti bor. Kirani bor. Hop, bularni 300 mingdan ikkovi bo'lishi. Holati o'ta chiroyli holatda ishlatsa bemalol bo'laveradi qo'ysa. Chashaganimiz bor. Turkiya ikkita yangi hali ishlatilmagan. Shuni deganlar o'zi biladi. Original Turkiyaniki. Bularni 350 mingdan qilib beramiz eng oxirgi narxini. Bunisi chashaganimiz 250 ming. Bu ham taqalgani oxirgi narx. Sumkalarimiz, lemadon sumkalar 100 mingdan qo'yardik, bo'ladigan narxini. Eron pechkamiz bor. Holati zo'r holatda ishlaydi. Shunday gaz zulasi bilan yonadi. Buni narxini bo'lishini 700 ming qo'yardik. Mini xolodilnikimiz bor. Buni ham holati o'ta chiroyli holatda. Gazlargacha to'ldirib tayyor qilib qo'yganmiz. Ham yo'q, ishlaydi, chiroyli yonadi. Buni narxini 750 ming qo'yardik. Eng oxirgi narxi 750 ming. 6 kilolik pul avtomatimiz bor. Ham yo'q, ishlaydi, aybi yo'q. Buni narxini 600 ming qilib qo'ydik, bo'ladigani. LG inverter 6 kiloligi ham. Aybi yo'q, ishlashlari zo'r. Buni narxini eng oxirgi narxi 1 million 600 ming bo'lsa berib yuboramiz. 6 kilolik Vistel Turkiyaniki bu. Buning holati zo'r. Endi stress qo'yganmiz, чтобы chang bo'lib ketmasin deb stresslab qo'yganmiz. O'zining holati ham zo'r hammasini. Buni bo'ladigani 1 million 100 ming bo'lsa beramiz bu avtomatda. Tepasidagi duxovkamiz Artel 36 litrlik. Faqat lapkasi yo'q. Uni o'zi holati zo'r. Ishlaydi hamma yo'g'i. 250 ming bo'lsa beramiz. Sartaroshlarda kristalsi buni 400 ming bo'lsa berib yuboramiz. Bitta texnik kirib yuborilsa bo'ldi. Hop, keyin bitta Spark ashibkasi bor, Matiz kalonkasi bor, Pioneer. Matiz rulimiz bor. Buni 100 mingga berib yuboramiz rulni. Ashibkani 200 mingga beramiz. Birinchi pozitsiya Sparkniki. To'rtta komplekt. Pioneer kalonkamiz bor. Buni ham bo'lishini keyin Shivaki pardozmonimiz bor, chevarlar bo'ladi buni. Buni bo'ladigan narxini 400 ming bo'lsa beramiz. Aristonlarimiz bor, keyin 80 litrlikdan bitta, Royaldan 3 ta bor, 100 litrlik bor. Bitta bir quloqlik, ikkita ikki quloqlik bor. Bularning narxini bunisiniki 80 litrlikka 700 ming qilib beramiz. 100 litrliklar bularda 800 mingdan qilib beramiz. Eng oxirgi narxi. Behijolat garantiya beramiz bularga. Agar isitmasa yo suv oqsa qaytarib olamiz. Garantiyasi bor. O'zim shu sohada Ariston tozalayman, uni remontlarga qilib beraman. Kimga shunaqangi xizmat kerak bo'lsa, Ariston tozalash bo'yicha shu nomerlarga telefon qila olasizlar. Qo'qon shahar, O'zbekiston tumani, Furqat, Beshariq tumani bo'ylab borib, chiroyli tozalab xizmat ko'rsatib kelamiz. Elektrik pechlarimizni ham narxlarini 150 mingdan qo'ydik. Bu ham 150 ming, bu ham 150 ming, bunisi 100 ming qilib beramiz. Hop, kaleskelarimiz bor. Holati yaxshi holatda 200 mingdan qo'ydik. Ikkita bor. Bular 250 mingdan mini konditsioner. Gazmon stolimizni 50 mingga berib olamiz. Detskiy menejimiz bor, yig'iladi. Bitta xolasini masalasini yuborsalar chiroyli holatga keladi. 150 ming. PLC pechimiz bor 24 razmerda. Kattaroq, kichikroq mollarni haydasa bo'laveradi. Deyarli yangi holatda turibdi. Skorlari, tormozlari ham yo'q joyida ishlaydi. Bo'ladigan narxi 700 ming qilib beramiz. Detskiy mashinachamiz bor, Lexus. Chiroyli holatda bu ham. Akkumulyator zaryadlari ham faqat pulti yo'q. O'zida boshqarsa bo'ladi bemalol. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar o'zi bemalol haydaveradi. Defekt yo'q. O'rab qo'yganmiz, endi chang qolmasin deb o'rab qo'yganmiz. Holati ham deyarli bosib ketmagan, chiroyli holatda. Qadar qilib ko'rsa ham bo'laveradi. Buni defekti yo'q. Buni bo'ladigan narxini 900 ming qilib beramiz. Hamma narsalarga dastavkamiz bor, faqat dastavkaga alohida kelishamiz. Bu aytilgan narxlardan shu dastavkasiga qo'shib bersalar, tashlab qo'yaveramiz.